Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ma'lumki, O'zbekiston mahallalari uyushmasi va Unicorn Soft kompaniyasi tomonidan raqamli mahalla platformasi ishlab chiqilgan edi. Mazkur platformaning mobil ilovasi ham yaratilganini e'lon qilishdan benihoya mamnunmiz. U mahalla raislari va yettilik a'zolarining chinakam ko'makchisi bo'ladi. Raqamli mahalla mobil ilovasini Play Marketdan hech qanday to'lovlarsiz mutlaqo bepul yuklab olishingiz mumkin. Ilova foydalanishga chiqarilgandan so'ng o'tgan bir hafta ichida 10,000 martadan ko'proq yuklab olingan. Raqamli mahalla mobil ilovasi o'zbekistonliklar tomonidan yuklab olingan bepul ilovalar reytingida 2-o'rinni egallab turibdi. Bugungi kunda respublikadagi barcha mahallalar yettiligi kundalik faoliyatini to'liq raqamli mahalla mobil ilovasi qurilmalari yordamida yuritmoqdalar. Kelgusida esa ushbu ilovadan nafaqat mahalla tizimi xodimlari, balki har bir yurtdoshimiz foydalanishi, o'zlarini qiynayotgan muammolari yuzasidan mahalla mas'ullariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Raqamli mahalla platformasi va ilova orqali yettilik a'zolari KPI asosida baholanadilar. Hujjatlar elektron yuritiladi. Mahallalardagi ijtimoiy yordamlar, grantlar, subsidiyalar tahlil qilinadi. Temir, ayollar va yoshlar daftaridagi fuqarolarning holati kuzatiladi. Demografik va mehnat migratsiyasiga oid ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Bu esa o'z navbatida mahallalarda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosatining manzilli yuritilishini ta'minlaydi. Shu o'rinda esa mobil ilovaning takomillashtirishga qaratilgan har qanday taklif va mulohazalar uchun ochiq ekanimizni eslatib o'tamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.